Mana bugun biz sertifikatlarimizni qo'limizga oldik. Ustozlarimiz juda yaxshi o'rgatdilar, juda mehribonlar. Ko'p narsalarni ustozlarimizdan o'rgandik. Gulbahor opamga katta rahmat. Har doim ishlarida omad tilayman. Assalomu alaykum. Mana bugun biz massaj kursimizni tugatdik. Bizga mukammal bilimlarni ulashgan ustozimizga kattakon rahmat aytaman. Hammaga tavsiya qilib qolamiz. Mana bugun sertifikatni oladigan kunimiz ekan. Mana bugun o'qishlarimizni bitirib oldik. Mana sertifikatimizni ham qo'limizga oldik. Mana shu o'qituvchimizga Gulbahor opamizga kattakon rahmat qilib qolamiz. Shuncha bilimlar berdilar, Allohga o'qitdilar. Mana nima bilimlar kerak bo'lsa, hamma bilimlarni oldik. Amaliyni ham, nazarini ham Alloh taologa bitirdik. Xudo xolasa keyingi o'quvchilarga ham tavsiya qilib qolaman. Shu o'qishga kelib, o'qib, qo'liga mana sertifikatlarni olib, yaxshi bilimlarni olib, ko'nik bilan olib, o'qib ketishligini tavsiya qilib qolaman.